Biza shogird olib, o'zimiz bilan xudo xolasa zo'r kadrlar tayyorlaymiz, boshladik. Joyimiz kichkina, lekin imkon qadar shogirdlarni zo'r qilib tayyorlamoqchimiz. Mana shu uchun yangi shogirdimizga mana ish boshlab qoldi. Shu o'zimizga ravo ko'radigan texnikalarni qilib beramiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu fen apparatni mana tuzda kelamiz. Zo'r bo'ladi. Funksiyasi kam, lekin o'zi juda ham zo'r ishlarni qilib beradi. Xabaringlar bor, biz bunaqa apparaturalarni ham sotish bilan shug'ullanamiz. Faqat hozircha Malikadagi joyimizda bor mana. Smart Tools'imizda bor. Zakazlar bo'lsa, bemalol Telegram orqali yuborsanglar bo'ladi. Mana bizning do'konning manzili. Keyingisi mana ko'ryapsizlar, payanli apparat. Bu ham kichkinagina ixcham, joyi katta egallamaydi, lekin sifati zo'r. Nomer 1 sifatlardan ham bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, mana shu holatda bo'ladi. Bundan tashqari uni отдельный zarurat bo'lsa, mana bunaqa oyoqlari ham bo'ladi. Zakaz qilsanglar bo'ladi, muammo yo'q. Shogirdimizga yangi apparaturalar bilan ishlashi va qaysi apparaturalar zo'rligini ham o'rgatib boramiz ish davomida. Apparatlarimizni mana o'rnatyapmiz, cho'tki qilib, xudo xolasa shogirdlar ham maza qilib ishlaydi stulida. Bu mikroskop ham shogirdlarga berilyapti.